Saxarovada bir akamiz yuragi siqishi oqibatida halok bo'lgan. Bechora o'lyapti fuqarolar Kafkaga. O'zbekiston fuqarolariga 2 yil davomida zagranipasport berilmaydi. Chetdan deport qilingan o'zbeklarga 2 yil davomida zagranipasport berilmaydi. Rus o'qituvchisi migrantlarning farzandlariga do'q po'pisa qilishni boshladi. Буду вас аттестовывать. Семьи русские взяли портфели и вышли. Надоело уже делать замечания. Только начинаешь слушать одного. Они начинают морта, начинают орать, начинают кричать. Понял? Я вернулся, понял, мне этот тротуар, мне похуй, я по дороге хожу. Стоять, нахуй, это Вирджиния, здесь не канает, блядь. Do'stlar, yaqinda Saxarovada bo'lib o'tgan holatni ko'pchiliginglar ko'rib guvoh bo'lgan bo'lsalaringiz kerak. Мигрант погиб в очереди в Сахарово. Bechora o'lyapti fuqarolar Kafkaga. Kechagina bo'lib o'tgan voqea Saxarovada bir akamiz yuragi siqishi oqibatida halok bo'lgan. Tez yordam kelib ulgurmagan unga yordam qilish uchun. Sizlar nima deb o'ylaysizlar do'stlar? Mana shunaqangi ochratlar ko'payib ketishiga yoki mana shunaqangi notartib ochratlar ko'payib, akokalarimiz bir-birini bosib o'tishiga, даже o'limgacha borishiga nima sababchi? Biz o'zimizni ochratda tura olmasligimizmi yoki bo'lmasa kerakli materiallar yaratib berilmasligimi? O'tganlarni joyi jannatdan bo'lsin. Oilalariga ta'ziyamizni bildirib qolamiz. Biz ochratda turishni o'rganishimiz kerak va bir-birimizni hurmat qila bilishimiz kerak. Endilikda chet eldan O'zbekistonga deport qilingan O'zbekiston fuqarolariga 2 yil davomida zagranipasport berilmaydi. Bu degani, ya'ni chetga chiqish mumkin bo'lmaydi. Chetdan deport qilingan o'zbeklarga 2 yil davomida zagranipasport berilmaydi. Endilikda 2025-yil 1-sentyabrdan boshlab xorijiy davlatdan deportatsiya qilingan fuqarolarga 2 yil davomida xorijga chiqish biometrik pasportini berish bo'yicha davlat xizmati ko'rsatilmaydi. Yangi chiqarilgan qarorga men O'zbekiston fuqarosi sifatida o'z fikrimni va takliflarimni bildirib o'tmoqchiman. O'zbekistonda chiqarilgan har bir qonunni men hurmat qilaman va unga amal qilaman. Lekin shunaqangi holatlar bo'lib turadiki, Rossiyadan ba'zi bir sabablarga ko'ra, arzimaydigan sabablarga ko'ra yoki o'sha migrantlarni, ya'ni Rossiyaga ishlashga kelgan musofir aka-ukalarimizni aybi bo'lmagan holatlarda ham ularni deportatsiya qilib yuborishyapti. Chunki Rossiyaga kelgan ba'zi bir musofir aka-ukalarimiz registratsiya qilishlari kerak. Registratsiya qilish uchun kimgadir ishonib topshirishadi va bu registratsiya ba'zida bo'lmaydi. Mana shunaqangi sabablar yoki ularning aybi bo'lmagan sabablar bilan ular O'zbekistonga deportatsiya bo'lib ketganlaridan keyin boshqa davlatga chiqishga harakat qilishadi. Chunki ular boshqa davlatda ishlab o'rganishgan va qanday pul ishlashni va undan tashqari o'z ishlarini olib ketishni yaxshi bilishadi. Shuning uchun bu chiqarilgan qarorni